Qarzdorlar qarzingni vaqtida to'laylar, bo'lmasa telefonlarni qullab qo'yamiz. Gap nima haqida ketyapti? Xo'p. 1 yil oldin, 1 yildan ham o'tib ketdi. Ikkita telefonlashgan, bitta XS, bitta 13 Pro. Bitta akamiz mana xo'p Turkiyani qatidadir yuribdilar. Mana Chatalja degan joyda ekan. Uygacha ko'rsatyapti qatayligini. Onlayn turibdilar, lekin javob berganlari yo'q. Bitta akamiz bo'ladigan bo'lsa 13 Pro. Xo'p, Moskvada, Rossiyada turibdilar xullas. Bag'a mana onlayn turibdilar, lekin javob berganlari yo'q. Qarzga olishgan aka, pulimiz kamroq edi, tashlab ketamiz. Pulimiz kamroq tashlab ketamiz deyishgan, lekin biz aytganmiz, ichiga iCloud qo'yib beramiz aka, biz ham to'g'ri tushunganmiz. Bo'ldi, xo'p, iCloud qo'yib beramiz. Mana u kuni tashlab ketaman deyishgan. Lekin u kundan bilmayman 10-20 tasi o'tib ketdi, hali ham pullarni tashlab ketishgan yo'q. 1 yil o'tib ketdi. Mana endi bu telefonni nima qilamiz? Biz iCloudga solib qo'yamiz. Soat 6 da vaqt keladi. 6 gacha aloqaga chiqishmasa, biz telefonni qutlab qo'yamiz. Xo'p, bu akamiz mana Turkiyadalar. Hoppa, mana Turkiyada turibdilar. Bu akamiz bo'ladigan bo'lsa Rossiyadalar. Soatimiz mana 6:03 bo'ldi. Hech kim aloqaga chiqqan yo'q. Xo'p, 13 Pro da qulplaymiz. Ketdi. Xo'p, ikkinchisi XS. Bu ham katta akalar xullas. Mana bu telefonimiz ham tushdi. Bu telefonimiz ham mana tushdi. 1 yildan oshiq kutdik, lekin iloji bo'lmadi. Aloqaga ham chiqmadi. O'shaning uchun iloji yo'q. Telefonni qutlab berdik.